Mana Ismoilning mashhur ko'chalaridamiz. 15/15 kafillar shunaqa mehr berib ijod qilishgan ekan, fantaziyani, lekin yorib yuborishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ko'chalari polni toshdan qilingan, mramor toshdan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Naqshli, lekin boplashibdi, lekin qoyilman, lekin. Nima deyapti endi bu? Manzarani qaranglar, manzarani. Mana bunga necha baho berib olamiz? Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Kommentariyada o'z fikrlarni qoldiringlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisi bundan chiroyli kontekstlarni qo'yishga harakat qilamiz.